Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uybekasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 2026-yil 19 fevral sanasi. Ramazon oyining birinchi kuni. Hammamizga shu oy, shu muborak kunlar muborak bo'lsin. Namozlarda bardavom bo'lib, shu ro'zalarni tutish har birimizga nasib qilsin. Allohim tutgan ro'zalarimizni, qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Endi Toshkent shahridagi Kadisha va Gul bozoridamiz. Bugun mana sizlarga shu gullarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Narxlari bilan ham mana qiziqamiz hozir. Sizning gullaringiz narxlarini aytib borasizmi? Qaysilar? Mana aloelar qanchadan ekan? 50 ming so'm. Bu aloelar 50 mingdan ekan. Mana denejniy gulimiz 25 mingdan ekan. 50 mingdan. Mana bular Mana bu ham 50 mingdan. Mana ayol baxti, erkak baxti gullari 50 mingdan ekan. Keyin mana Sanseviyada. Sanseviyada ham 50 mingligi bor, mana bular 60 ming, mana 80 ming so'm. 50 mingdan 70 mingdan. Zenzilar. Zamya ko'kslar. Zamya ko'kas. Anaqa, bular anaqasi barga yaqin bular. Zamya Yo'q, zenzisi emas bu. Zamya ko'ks oddiysi. Zamya ko'kas. Bular 70 ming dedingiz, Ha, 70 mingdan bular. Qayerdan olib kelasizlar? Bu Xitoynikimi? Bular Xitoyniki. Xitoyniki. Lekin chiroyli anaqalari ham balangina ekan. Yaxshi narx lekin. Mana ularingiz qancha katta? Mana bular 150 ming so'm, mana bular 180 mingdan. Mana ham 180 ming murtqa shashti. 10 metr bu. Guzmaniyangiz qancha ekan? 150 ming ekan Guzmaniya. Mana bular 120 mingdan. Bular 120 ming ekan. Rahmat, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Mana ko'ringlar shuncha gullarni, narxlarini so'radik. Endi bu yoq tomoniga o'tdik. O'sha qizning gullari mana. Ko'ringlar gullarni hammasini. Siklamenlar 25 ming, 30 ming agar adashmasam, mana gullar. Begoniyalar kattasi, barglari yirik. Primulalar. Narxlarini so'ramadim. Mazza qilib ko'rib olinglar. Sotuvchi o'sha bitta qiz. Naryoqda savdo qilyapti, deb chaqirib so'rashga menga noqulay bo'lyapti. Mana shekeri bor ekan. Voy kichkina yeringizdan qolmadi, bormi yo'qmi? Bu yoqda karlik atirgullari bor ekan. Sizning atirgullaringiz qanchadan? Karlik? Mana rangi qizilmi, olov rang. Mana 25 mingdan ekan atirgullar. Rangi juda ham chiroyli. Paketni olib kel. Mana Murayya agar adashmasam. Gapirganda qizil paketni olib kel. Kala ochilib turibdi. Bu ketib qoldi qancha. Yo'q, ana olib kel, qopli. Yo'q, qopni olib kel, bo'sh qopni. Yeranlar. Gulxon, Mana bu mana yoqda qancha? boshqa gullar, men nomini bilmagan gullarni piyozlar. Mana narsis. Manimcha. Piyozlari bular, lolalarniki. Lolalarning piyoz qanchadan ekan? Piyoz narxlari qanchada? 8 ming ekan. Mana giatsintchi yondagi. Mana shu. Bu ham 8 ming ekan. Quyosh tushib turibdi, o'shancha yaxshi ko'rinmayapti. Mana shtambovoya roza bor ekan. Uchtisi. Bu atirgullaringiz qancha bo'lyapti? Shtambovoya rozalar? 50 ming. 50 mingdan ekan. Quyosh tushyapti-da. Malinalar qiziquvchilarga 25 mingdan. Sartavoy yirik malinalar ekan. Mana atirgullar. Tikonsiz atirgullar ekan bular. Bular narxlar qanchadan bo'lyapti? 20 ming. 20 mingdan ekan. Tikonsiz atirgullar. Mana yana primulalar bor ekan. Har xil
nima deydi, gullarga qo'llanadigan dorilar. Mana topaz bor ekan, 1.58 yangisi deydi. Sotuvchi ichkarida. Hozir chiqsa narxini so'raymiz. Mana kaliy fosfat. Hayronman, qog'ozi buni upakovkasi boshqacha. 15 gram. Черная nuşkaga xavf dori. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bular narxi qanchadan bo'lyapti dorilaringiz? Dorilar har xil. Mana uningiz qancha ekan? Mana 20 ming. 20 ming ekan. 10 gramm ichida 100 milligram. Mana ichkarida har xili bor. Assortiment ko'p ichkarida. Mana ichkarida har xil assortiment bor ekan. Mana kaliy fosfat, sulfat magniy. Bular narxi qanaqa ekan? Sulfat magniy, mana kaliy fosfat 10 mingdan ekan. Mana agrikolaringiz-chi? Ular ham 10 mingdan. Ular ham 10 mingdan ekan. O'zi bu qatordagilar hammasi shunaqa narx shakllar. Naryoqda 15 sotishyapti bozor Ha, so'raydi. yo'q, sizda o'zingizda demoqchiman. Mana fitosparin. Bu ham ular ham 10 ming. Nisbatan arzonroq ekan, bozorning boshqa joylarida bularni 15 mingdan sotishayotgan ekan. Bu yerda 10 mingdan. Borib bemalol so'rasangiz ham bozorda. Mana har xil dorilar bor ekan. Mana biogummat agrikola bor ekan. Fundazol bor ekan mana. Mana kerak narsa fundazol. Kasallikka qarshi. Borная kislota, yantarная kislota. Aminosil bor ekan. Aminosil qanchadan ekan? 20 ming. 20 ming. Yaxshi narx. Men buni Chorsudan sal boshqacharoq narxga olganim. Yaxshi narxlar, juda ham yaxshi. Mana железный kuporis bor ekan xohlaganlarga. Metning kuporis ham bor. Mana chitakinovya pasta qancha ekan? Mana o'z 25 ming so'm. 25 ming ekan. Yaxshi narx. Mana bular narxi 10 mingdan ekan. Original. Lekin hamma joydagidan arzon dorilar. Men haqiqatan boshqa joylardan ham olaman. Qadishoy gul bozoriga yaqin yashaydiganlar bemalol shu yerdan olishinglar mumkin. Bu yoqda искусственный gullar ham bor ekan. Mana atirgullar bor. Alaykum assalom. Чуть-чуть поход сделай, чуть-чуть. Mana 100 gramm поход. Mana malachayalaringiz qanchadan bo'lyapti? 35 ming. 35 mingdan ekan malachayalar. Mana o'zingizchi anaqa ayol baxti bo'lingiz. 140 mingdan 140 ming. bo'ladi. Ma'mulari 70 mingdan kichkinalari. Mana kichkinalari 70 mingdan ekan. Mana bu yoqda universal gruntlar bor ekan. Mana tarfanoy ana g'ishingiz qanchadan? 25 ming ekan mana g'ish. Lolalar, lola piyozlari bor ekan bu yoqda. Mana giatsintlar. Mana giatsintlar qanchadan bo'lyapti piyozlari? 20 ga 25 ming. Mana piyoz 20, mana bular 25. Bitta Ular piyoz. 20 ming ekan bitta piyozi. Mana undirilgani 25 ming ekan, tayyor. Tuvakka ekilgan ekan. Dorilari bor ekan, mana har xil gumi. Fundazol. Mana lolalar undirilgan bor ekan, tayyor. Piyangulingiz qanchadan bo'lyapti? 150 sizdanmi? 150 mingdan ekan piyangul. Mana geranlar. Geranlar qanchadan bo'lyapti? 20 mingdan ekan geranlar. Mana bu yoqda har xil gullarni ko'rsatib qo'ya qolay.
primulalar, gvazdikalar. Siklamenlaringiz qanchadan bo'lyapti? 35 mingdan ekan. Chiroyli mahroviylar ekan. Kitayskiy roza qancha bo'lyapti? 15 ming ekan. Mana gullab turibdi, bunchalab. Qavat ekan. Rahmat, bozoringiz bersin. Mana gullarga dorilar. Shu magazin davomi. Tuvaklar bor ekan, har xil. Primula 15 ming oldi. Makroviy pattalar. Mana Kadishovdagi gul bozori. Alina tushuntir. Manqa tamatus suk. Yonidagi do'konga kirdik, tashqarida. Bundan ham dalaga singdirsa bo'ladi. Mana kalon qo'ylar har xil rangi. Kalon qo'yin narxi qanaqa ekan? Qamizdagi menimi? Qani? Keldingmi? Barum kerak deydi, bo'pti, bora beradi-da. 7 bir bala qilasiz, 7 Birkin qanchadan bo'lyapti mana birkinlar? Birkinning qancha? Aytmaysan. Assalomu alaykum. Birkinlar qanchadan bo'lyapti narxi? 35 ming. 35 ming. Mana kalon qo'yinlarchi? Qalan qo'ylar ham 60 ming. 60 mingdan ekan. Mana Borib qaytib go'zal. kelgan charonda, o'zlar qancha beradi? Alo. Sizlarda dastavka xizmati bormi? Jardin kerakmi? Aha. Oho. Nomini men bilmagan gullar. Yaqinda shunday deb qo'yganda. Bo'lmaydi. Unalar ratnarazlıyım. Xaridor ko'p, sotuvchini oldida. Chalg'itmay Bitta sezon keyin o'ldi. mazza qilib tomosha qilinglar. Dastavka xizmati bor ekan. Qadishovoy gul bozorida. Qanchadan bo'ladi? Mana aglanimalar juda ham chiroyli. Siz buzoq ketasizmi hali? Sovg'aga ham zo'r gullar bor ekan. Sutib olasiz. Mana morozniy guli 100 ming ekan. Mana. Xitoydan olib kelingan mana erkak baxti. Hamma gullar bor. Mana aglanimalar. Men bu nechi pul ekan? Mana. Uzmanyalar 100 ming ekan. Bu nomi nima buni? Usmoniya degan gul. Mashhur 8 oy 6 oy kutib beradi. Faqat keyingisini o'sha yonidagi bolasidan ko'rasiz. Mana zenzilar qanchadan bo'lyapti? Orxideyalarimiz bo'y uzunlari 300 mingdan, bo'y kaltasi 250 ming. Kelishtirib beramiz. U kichkina. Hamla 100 ming. Kichkinalari 100 ming ekan. Yaxshi. Zenzilaringiz qanchadan bo'lyapti narxlari? Samya kurslarimiz 150 ming. Ha, zenzi debman, zamya. Men adashtiraman. Qancha dedingiz? 150 ming. 150 ming. Yaxshi narx. Kattagina detkalari ko'p. Ko'paytirib olsanglar ham bo'ladi. Yaxshi narx. Gulpan 180 mi? Analar 120. Sovg'aga ham gullar bor ekan. Ko'rgan hammasi 150 ming. Mana kalon qo'ylar, dekabrist. Dastavka xizmatinglar nomeri qanaqa? Nomer yozib qo'yish bu tagda.
kerak bo'lsa topib olasiz. Bu magazinda dostavka xizmati bor ekan. Telefon nomeri balki yozib ham qo'yarman, lekin mana aytgani 94 033 04 39 Arslon degan yigit ekan. Ona bola sotishar ekan. Yaxshi gullar, narxlari ham yaxshi. Normal narxlar. Kimga gul kerak bo'lsa, mana Kadishvoy gul bozoriga dostavka kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar shu nomerga. Mana manta zo'r gullar bor ekan. Sukulentlar o'nchalab turibdi. Gullaydi bular. Mana yondagini qaranglar. Sovg'aga ham, o'zinglar o'stirishsanglar ham. Mana ajoyib gul. Mana kitayskiy rozalar, qora shahzoda. Stressda yana yaxshilab o'sishni Tumatkali berasizmi? O'nchalab turibdi bu gullar. Siklamenlar, geranlar. Mana primulalarning har xil rangi. Mana bu yoqda ham bor gul. Gullar quyosh tushib turibdi, o'shaning uchun tiniq olmayapti. Bu ham o'shalarniki. Mana arakariyalar bor, yana boshqa gullari, atirgullar. Mana ajoyib gul. Mana gulingiz nomi nima edi? Assalomu alaykum. Bu kofe daraxti ekan. Qancha bo'lyapti narxi? 350 ming ekan. Katta to'yda. Mana dorilar bor ekan. Super fosfatlar, Ammafoslar qanchadan bo'lyapti? 15 ming kilosi. Bularchi sulfat ammoniya, karbamid. Bular hammasi 15 mingdan. Bularni kelishtirib beraman, fosfor. Bularning hammasi 15 mingdan ekan. 15 mingdan. Kelishtirib beraman deyishyapti. Mana har xil ozuqalar bor ekan. Dostavka xizmati bormi sizlarda? Yandex qilib beramiz. Ha, Yandex qilib berishar ekan. Toshkent shahriga yo Tosh oblastga. Taksilar ham bor, Yandex ham qilib beramiz. Telefon nomeringizni ayta olasizmi? 93lik 93lik 558 558 38 38 70. 70. Mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bemalol kim Kadishvoy bozoriga yaqinroq joyda tursa, bemalol zakaz qilishi mumkin. Sovg'alarga ham yaxshi. Aglanimalar bor ekan. Mana chiroyli aglanimani qaranglar. Mana aglanimangiz qanchadan ekan? Qizil 100 mingdan ekan. Mana kattasi yashil. Bu 120 ming ekan. Yashil oq bargligi. Mana o'zichi ana zenzilar. Zenzilar zamyak bo'lsa 150 ming ekan. Zamyak bulkasi. Mana ada zenzi bilan zamyani adashtiraman. Strelitsa gullari, erkak baxti gullari. Bu yoqda искусственный gullari ham ko'p ekan. Mana har xil dorilari bor. Osmakotlar. Sukulentlar bor, ajoyib kichkina minilar. Ha, bor. Mana zolotaya rыбка guli. Shu patni qo'shqarib so'yishgan, qo'shqarib go'shgan. Bu yoqda tuvaklar ham bor ekan. Bundan kattasi ham bo'ladi. Har xil tuvaklar.
Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar, azizlar.